Tuxumdonlarda bo'lsa, bu tuxumdonlarning kistasini keltirib chiqaradi. Hozirgi kunda endometrioz muammosi nafaqat patsientlarni, kuzatuvchilarni, balki butun reproduktolog va ginekologlarni qiziqtiruvchi mavzu sanaladi. Endometriozning kista o'zi nima? Endometriozning kista bu bachadonning ichki shilliq qavati, ya'ni endometriy qavati, ko'pchiliklar bilasizlar. Ana ushbu qavatga xususiyati jihatdan, morfologiyasi jihatdan, ko'rinishi jihatidan juda ham o'xshash bo'lgan to'qimani bachadonning ichki qavatidan boshqa qavatlardan uchrashishiga endometrioz deyiladi. Ya'ni ushbu to'qima organizmning istalgan yerida bo'lishi mumkin. Tuxumdonlarda bo'lsa, bu tuxumdonlarning kistasini keltirib chiqaradi. Bachadon bo'ynida bo'lishi mumkin, ichaklarda bo'lishi mumkin, siydik qopida bo'lishi mumkin, hattoki o'pka va ko'zda ham endometrioz bo'lishi mumkin. Endometrioz ba'zi holatlarda yaxshi sifat onkologik kasallik bilan ham tenglashtiriladi. Nima uchun? Chunki uni kelib chiqish sababi afsuski hozirgi kunda noma'lum. O'sish tezligini nazorat qilishimiz juda ham qiyin. Shuning uchun ba'zi holatlar uni onkologik kasallikka tenglashtiriladi.